AQSh dollari 17 so'm 1 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.242 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.224.217 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 2.0% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 3 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 37 so'm 28 tiyinga tushdi. 1 yevro 14.522 so'm 89 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.452.289 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2.8% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 2 so'm 11 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 90 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.900 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4.1% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. 1 Rossiya rubli 10 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 56 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7656 Rossiya rubli 14 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2.0% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.